Ko'rib turganingiz Egey dengizi bo'lib, bu dengiz jami maydoni 191 ming kvadrat kilometrda o'z ichiga oladi. Egey dengizi Gretsiya va Turkiya sohillarini yuvib turadi. Eng chuqur joyi bu dengizi. Eng chuqur joyi 2561 metrni tashkil etar ekan. Ajoyib. Shu tomonga qarab to'g'ri ketsangiz Gretsiyadan chiqasiz. Bu Kashyaka deyiladi. To'lqinni qarang, dengiz to'lqinlari. Ajoyib. Qishda kelganimda, kuzda, qishda rangi qandaydir qizil edi. Endi mana bahorda rangi moviy rang bo'ldi. Dengizda ham rang o'zgarib turar ekan. Voy. İzmirga kelganingizda albatta mana shu sohil bo'ylariga kelib, to'lqinlarni sohilga urilishini tomosha qilasiz. Ajoyib go'zallik bor burada. Barcha nasib qilsa shunday go'zal manzaralarni o'z ko'zi bilan kelib ko'rishlik. Ancha charchagan asablar tinchlanadi. Ko'rib turganingiz Egey dengizi bo'lib, bu dengiz jami maydoni 191 ming kvadrat kilometrda o'z ichiga oladi. Egey dengizi Gretsiya va Turkiya sohillarini yuvib turadi. Eng chuqur joyi bu dengizi. Eng chuqur joyi 2561 metrni tashkil etar ekan. Ajoyib. Shu tomonga qarab to'g'ri ketsangiz Gretsiyadan chiqasiz. Bu Kashyaka deyiladi. To'lqinni qarang, dengiz to'lqinlari. Ajoyib. Qishda kelganimda, kuzda, qishda rangi qandaydir qizil edi. Endi mana bahorda rangi moviy rang bo'ldi.